tirrancha degan so'zni ma'nosini qilib bering. Xo'p, tirrancha degani kichkina bo'lib turib, aqllilik qilish degan ma'noda bo'ladi o'zbek tilida, lekin keyin senga bir zo'r narsani aytib beraman. Ko'p odamlarni hayotida tirranchalar bor ekanda. Misol uchun, sen gapirayotgan payting senga qarshi gap gapirib turadi, yo senga aqllilik qiladi, senga fikringga qarshi fikr aytib turadi. Buni qo'porib aytganda miyangdagi tirranchalar bo'lar ekanda. Ya'ni senga har doim tirranchalar xalaqit berar ekan hayotingda. Qayerga borsang senga kimdir qarshi bo'lib gapiradi yo senga ana qiladi. Hozir qaysi olimligini eslolmadim, lekin tirranchalar juda ham kerakli narsa ekanda. Ya'ni buni tirranch u bitta yaqinda bir chet ellik olimni o'zbekcha kitobi chiqadi. U har bir insonning hayotida tirranchalar bo'lar ekan. Bu tirranchalar insonning yutug'i ekan. Seni kamchiligingni aytib turadigan, seni ustingdan kuladigan odamlar tirranchalar ekan. Bular senga juda ham kerak ekan. Agar shunday odamlar bo'lsa yoningda, seni rivojlantirar ekan. Chunki senga har doim ana u qarshi gapirib turgandan keyin sen o'zingni ustingda ko'proq ishlaykansan. O'shaning uchun esingdan chiqmasin, hayotda hammaning hayotida bitta tirrancha bo'lish kerak ekan. Sog' bo'linglar tirranchalar.